Ovozi o'zgarish. Qachondan beri? Qancha bo'ldi? Kelganlariga 1-2 oy bo'ldi. Atda 1 oy yotganlar. 3 oy bo'lyapti. 3 oy bo'ldi o'sha hisob. 3 oydan beri harakatlar, gapirganda ovozda o'zgarish. Yurish yaxshi. Faqat qo'lda, ovozda. Yaxshi. Davlina qanaqa yuribdi? Damla yaxshi. Boshida chicha bo'layotdi, keyin o'sha doktor dori yozib berdi, kunda bir mahal ichgan. Undan beri yaxshi davina chiqqan. Yaxshi bo'lyapti. Faqat shu mashq qo'llarda ham chicha Harakat usaygani. Faqat bir taraf. Davlinani kunda o'lchab turibsizlar, a? Kunda o'lchab. Nechi chiqyapti davlina? Yaxshi bo'lsa, Yaxshi, rabochiy davlinalar nechi? 130 ga 90 mi 100 mi? 100. 100. Bitta bolg'achamga qaraysiz. Og'riq bormi bosganimda? Yo'q. Hop, bundachi? Yo'q. Urib ko'rganimda. Tarafda. Yo'q. Og'riq bezovta qilyaptim boshda. Uyqular qanaqa? Yaxshi. Uyqu yaxshi. Quloqda shovqin bormi? Yo'q. Bir narsa chiylaygandek bo'lib turmaydi. Ishtahani yaxshi dedingiz. Ichlar. Endi qo'lingiz holatini ko'ramiz. Bo'sha. Og'riqlar yo'qmi shunda? Yo'q. Hop. Qolamiz. Yo'q. Manda yo'q. Qo'lingizga. Buni ham bering. Bitta qo'limiz siqinchi, kuchingizni ko'raychi. Bor-a? Manda bor. Bunda bor. Manda Mana barmoq, yukalmaydi og'riydi. Keyin mana qo'lini baqa ko'taraveramiz. U yoniga ko'tarsa og'riydi. Og'riq beryapti. Mana shunday ham bunday tortuvchi og'riqlar beryapti. MRTlarni bitta ko'ramiz bunda. Mana o'sha doktor yozib bergan dorilar bu attagi nimalari? Fevralda qilingani bo'yicha sizda insult holatini atkaz qilishgan. Shunaqa holat yo'q deb berishgan. O'zi davlingiz oldindan oshib turadimi? Endi hozirgi bizdagi muammo faqat qo'lda harakati ovozda o'zgarishlar. O'sha narsani bartaraf qilsak bo'ldi. Hozir chekkan dorilar mana shu PKMS, Yo'q, bundan ham. Uni ham hali Aslan sizda bo'layotgan ish hozir mana MRTda bergan bo'yicha bosh miya top-toza deyapti. Bosh miya, lekin mana periferiya deymiz, qo'l oyoqqa ketayotgan nervlarda ozgina ensefalopatiya, ya'ni qon tomirlarida o'zgarish ketyapti. Bu o'sha postoyanniy uzoq vaqt davlinada yurishingiz hisobiga yoki ish joyingiz og'ir mehnat hisobiga shunaqa bo'ladi. Bo'yindagi holatlar, osteoxondroz, protruziya holatlar, grija holatlari ham shu periferiyaga ketayotgan nervlarga, qon tomirlarga ta'sir qiladi. Shu narsa. Endi bizni qilayotgan muolajamiz aslida o'sha qon tomirlarni kengaytirish, bu yerdagi nerv o'tkazuvchanligini yaxshilash, harakatga yordam berish. Hozir ushlab ko'ryapman, mushaklaringizda ham ozgina qattiqlik bor. Qancha qattiq bo'lib turgan mushay, hali nervni qon tomirda qisadi. Qisishini hisobiga bizda harakat kamayadi, qo'lga kelayotgan signal pasayib ketadi. Qanchalik nimani mishsalarni yumshoq qilsa, o'tkazuvchanligi ham, qon tomirdagi qon aylanishi ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, uyushlar, muzlashlar, bunaqa holatlar yo'q. Keyin mana reshdagi narsa esmaydi beryapti. Ensefalopatiya baribir bosh miyadagi markazlarimiz bor-da, u yerlarga ta'sir qiladi. Gapirish markazimiz, ko'ruv, xotira markazi, quloq eshitish markazi, hamma joyga ensefalopatiyaning o'zi ta'siri bo'ladi. Shuni hisobiga ovozlarda ham ozgina o'zgarish holatlari kuzatilgan. Tunganda qaqab ketishlar yo'q-a? Yo'q. Gohida. Postoyanniy emas. Qaqab ketish yo'q, postoyanniy emas. Bo'ldi, men lechenialaringizni ko'rib, bir qator qarab, standarti bo'yicha davo muolajalarni qilib beraman.